qo'limda turgan ushbu radar detektor, ya'ni gibrid mahsulotni bepulga yutib olishingiz mumkin. Videoni ko'rib turing, batafsil video davomida aytib beraman. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana sizlarni Achucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bilamiz, so'nggi paytlarda yurtimizda radarlar soni keskin oshib bormoqda. Ilgari biz radarlarga jarima tushadigan bo'lsak, faqat jarima qabul qilib olardik. Hozirda esa jarima ballari yozilmoqda. Bu degani, agarda sizning ballingiz 12 ga yetadigan bo'lsa, siz haydovchilik guvohnomangiz bilan xayrlashishingizga to'g'ri keladi. Yana qo'shimcha tarzda yo'llarimizda tajribasiz va yangi haydovchilar ham ko'payib bormoqda. Va yo'llarda har kun har xil dilxiraliklar, ko'ngilxiraliklar va hattoki baxtsiz hodisalar ham amalga oshib bormoqda. Va bu narsada siz o'zingizni aybsiz ekanligingizni isbotlash uchun sizga videoregistrator, ya'ni video fakt kerak. Video fakt uchun alohida siz videoregistrator olishingiz kerak. Radarlar uchun alohida radar detektor olishingiz kerak. Hozir men sizga ko'rsatadigan narsam, ya'ni ushbu mahsulotim tushuntiradigan videomda bir vaqtning o'zida bir nechta ishlarni qiladigan mahsulot hisoblanadi. Ya'ni buning ichida ham radar detektor mavjud, ham gibrid, ya'ni video registrator ham mavjud. Bir vaqtning o'zida bir nechta ishlarni qilib beradi va aynan siz uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Ana. Ogohlantiradi, 70 dan oshib ketadigan bo'lsangiz. Xo'p, radargacha 3 metr, 213 metrdan oldi, qaranglar, orqa tomondan. Mana. Yana kardonni ogohlantirdi, lekin kardon. Xo'p, aziz do'stlar, bugun ushbu mahsulotni xarakteristikasi haqida kamroq ma'lumot aytib o'taman. Ya'ni ko'proq radarlarga o'zini qanday ko'rsatishi, qanday aniqlashlarini ko'rsatib beraman. Lekin baribir kim nimaligi haqida ham sizga tushuntirib berishim kerak, agarda siz meni birinchi marta ko'rib turayotgan bo'lsangiz. Ushbu mahsulot maxsus O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan. Ya'ni nima uchun unaqa deyapman? Bizning radarlar juda ham qiyin. Ularga, misol uchun, aniqlash uchun odatiy bo'lgan radar detektorlar yaxshi aniqlab bera olmaydi. Bunga shuning uchun ham kuchaytirib ikkita LNA o'rnatilgan. LNA nimaligini bilmaydiganlar uchun, LNA bu past to'lqinli signallarni kuchaytirib beruvchi vosita hisoblanadi. Endi qarang, bunga 2 yillik kafolati mavjud. Ya'ni biron nima bo'lib qoladigan bo'lsa, 2 yil davomida sizga bepul servis mavjud. O'zbekistondagi barcha radarlarni aniqlab bera oladi. Lochinko's, Hollowitz, Avtokon yoki hattoki qarang, bir vaqtning o'zida bu ham video registratorlik qilyapti, ham 360 graduslik ekin patrul radari bor-u, deyarli aniqlash imkoni bo'lmagan radar. O'shani ham o'zining W patch antennasi orqali aniqlab bera oladi. Qoyilmisiz? Juda ham zo'r bo'lgan mahsulot. Ya'ni u alohida sotiladi. Endi video registrator qismiga keladigan bo'lsak, ushbu mahsulot 4K formatda yozadi. Videoning sifati juda ham ajoyib. Albatta buni orqa kamerasi ham mavjud. Orqa kamera orqali orqada bo'layotgan vaziyatlarni ham o'ziga yozib, miyasiga saqlab oladi. Demak, radar detektor haqida, ya'ni mahsulot haqida to'liq tushuntirib berdim. Yana ham to'liq videosi meni YouTube kanalimda mavjud. Pastda balki izohlarda qoldiraman. Endi bu yog'iga radarlarga o'zini qanday ko'rsatishi, radarlarni qanday aniqlash bo'yicha videoni ko'rib chiqamiz. Aytgancha, buni yutib olish uchun albatta meni YouTube kanalimga obuna bo'lishingiz kerak. Pastda ssilkalar qoldiraman. Ikkita gruppa, ya'ni bittasi shaxsiy o'zimning gruppam, ikkinchisi esa aynan shu mahsulotning brendni rasmiy o'zining gruppasi. O'sha gruppada har oy bittadan mahsulot, ya'ni yoki gibrid mahsulot yoki radar detektor bepulga tarqatiladi. Ya'ni obunachilar o'rtasida taxminiy qilib tanlab olinadi. Siz ham bemalol kirib, o'sha joyda a'zo bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, siz ham ushbu mahsulotlardan birini shunchaki yutib olishingiz mumkin. Demak, biz video testlarga o'tamiz. Siz esa kanalimizni rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz Xo'p, aziz do'stlar, qarshimizda qaranglar, piyodalar bor. Piyodalarga albatta yo'l berib olganimizdan keyin oldimizdan ekin patrul harakatlanib kelayotgan bo'lish ehtimoli katta. Xullas, oldimizdan ekin patrul keladi. Ikkala radar detektorimiz ham X-kan, bu oddiy radar detektorning o'zi. Bunisi esa gibrid mahsulot. Ko'ramiz qanaqa natija qilinar ekan. Hozircha ma'lumot, ya'ni signal yo'q. Hozircha ko'ramiz. Qana yurib kelayotgan, ya'ni u ham yurib kelyapti, biz ham yurib kelyapmiz. Ekin patrul. Ana. Ekin patrul. Ana. Mana ko'rdinglar. Bu sal kamroq aniqlab, bu taxminan yurib kelayotgan joyimizdan ham yurib kelayotgan joydan 300 yoki 400 metr masofada aniqlab berdi. Yaxshi, ajoyib. Ya'ni taxminan jarima tushmasligiz ehtimoli juda ham katta. Qorong'u kechada radarga ko'z tikib, gibrid antiradari bilan X-kanni qorong'u kechada radarga ko'z tikib,
X-kan radar detektorini birga sinaymiz, to'g'ri, gibridini birga sinaymiz. Mana salgina kamera ketib qoldi. Xo'p, Statsionarный raдар. 70. azizlar, eshitdingiz, hozir mana radarda ogohlantiryapti. Bilasizlarmi, nima bu videoni olyapman? Hozir bu yoqda gibrid mahsulot, ham bu yoqda ham radar detektori bor, ham video registratori ham bor-da. Rossiyada, Qozog'istonda, xullas ko'plab davlatlarda asosan ishlatiladigan mahsulot bu gibrid mahsulot hisoblanadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ikkita narsani o'ziga jamlagan mahsulot. Ya'ni video registrator ham bor, radar detektori ham. Mana bu yoqda video fiksatsiya bo'yicha ishlaydigan radar turibdi. Mana baza bo'yicha ogohlantirdi. Qaranglar-da. Bitta narsani tushuntiraman. Misol uchun hozir yangi shofyorlar ko'payib ketgan. Har xil yo'lda har xil vaziyatlar bo'ladi. Odamlar qanaqa mahsulot olishni bilmaydi. Video registrator alohida olishi mumkin yoki zerkalarga o'rnatiladigan video registratorlar bor-ku, ular yaxshi bo'lishi mumkin, joy egallamasligi mumkin, lekin bularda yozmaydi. Misol uchun bunda 4K formatda yozadigan video registrator mavjud. Hozir endi radarni bitta baza bo'yicha ogohlantirganini ko'rdik. Endi hozirlarga yangi turdagi radar, ya'ni Holowitz radarini qanday aniqlashni o'zi ko'ramiz siz bilan. Bu nafar Holowitz aniqlaydi. Uchoqda ham olib beradi, agar uchoq topadigan bo'lsam. Ekin patrulni ham olib beradi. Hammasini olib bera oladigan mahsulot. Juda ham yaxshi, shahar ichida ham, trassada ham. Misol uchun o'ziz ayolingizga yoki uydagilaringizga, otangizga, onangizga mashina olib bergansiz, ular ko'plab jarima tushib qolyapti. Hozir Statsionarный raдар. mana baza bo'yicha ogohlantirdi. Ular tushib qolyapti-da, siz jarima bali olib Скорость. provokatsiya bo'lib ketishi mumkin. Mana qarang, tezligingiz oshib ketadigan bo'lsa, qizil yonib, tezlikni pasaytiradi, titillaydi ham. Odam mana uyqusirab, xayoldan ketib qoladigan bo'lsangiz, mana ogohlantiradi, 70 dan oshib ketadigan bo'lsangiz. Xo'p, radargacha 300 metr, qaranglar. 300 metr orqa tomondan aniqlab beryapti Holovitzni. 200 metrов. Ko'rdingiz-a? Holovitzni ogohlantirdi mana turibdi anaqasi, deteksiyasi ko'payib boryapti mana. Qoyilmisizlar? Holovitz radardan o'tdik. O'tdigan Holovitzda. Hozir yana oldimizda qarang, men videoni uzmayman. Yana oldimizda avtokon radari bor. Bu statsionar qilib o'rnatilgan, uch yoqqa qo'yiladigan avtokonlardan bittasi, ya'ni signalligi. Ko'ramiz uni qanaqa aniqlar ekan. Chunki u где-то taxminan 200 metr masofa beradigan bo'lsa, hozir o'sha avtokonga taxminan bu uch oyog'ini orqa tomondan 400 metr olib beradi. Chunki bu sal noqulayroq, qiyinroq qilib o'rnatilgan. Shuning uchun hozir oldindan ham, orqa tomondan ham sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'ryapsizlar, ogohlantirib mana hamma narsasi bor. Video registrator bor, orqa tomonda video registrator videosi turibdi. Tezligingizni ko'rsatib turaman bu yoqda. Mana bu yoqda radarning deteksiyasi yoki mana bu yoqda o'tda radar chiqsanda, hozir mana hozirroq yuraydi mana. Mana tezligida ko'rsatib ko'rgan narsa qiladi. Hozir baza bo'yicha ogohlantirish bo'ladigan bo'lsa ham qanaqa bo'lar ekan? Baza bo'yicha ogohlantirish berayotgan payti barcha ma'lumotlar borda mana. Statsionарный радар. 70. В спину. 70 Снижайте скорость. tezlikni pasaytir deyapti. Orqa tomondan deyapti. 70 ga deb ogohlantirgan ko'rsatyapti mana. Bu yoqda animatsiyalar ham bor mana. Orqa tomondan ko'rsatib turibdi chalkashmasligi uchun. Bu tomonda nechiga qo'yilgani. Pastda hozir sizning tezligingizni ko'rsatib turibdi-da. Mana bu yoqda mana radargacha bo'lgan masofa 360 metr deb ko'rsatyapti. Taxminan 200 metr, 250 metr, 300 metr, Автокон. 260 metrdan oldi qaranglar, orqa tomondan. Bemalol to'xtatib yurasiz. Men hozir old tomondan ko'rsataman, yo'lda chap tarafda turibdi, orqa tomondan o'tishga. Yana nima kerak o'tda? Radar detektor degan qancha nima bo'lishi kerak? В спину. Mana orqa tomonda deyapti. Hozir men hozir nazorat qilib kelaman. Mana bu yo'l belgilarini ham taniydi. Eng qizig'i, yo'l belgilarini ham taniydi. Qarang, bitta radar detektori, bitta mahsuloti shuncha funksiya. Yo'l belgilariga ishlanib, yo'l chekkasida tezlik turibdi 70. O'sha 70 ni taniydi u. Ko'rsatadi, yo'l belgisi 70 deb. Tezlikni pasaytiring deydi. Chunki hozir belgi qo'yilgandan keyin asosan radar qo'yilyapti. Xullas juda ham zo'r, mazza qilib ishlatasiz. Men boshqa radarlarga ham ko'rsatib beraman. Hozir yana avtokon old tomondan qilib ko'rsatishim kerak. Bitta narsada hozir men shu yerda razvorotni mana shu yerdan ochib solmay ekanman. Mana qizil svetoforga to'xtagan payti siz bu yoqdagi razvorot qiladiganlar razvorot qilib ketishi mumkin edi. Hozir siz mana bu yoqqa borasiz, svetofordan o'tib, keyingi mashinalarni o'tkazib yuborishingiz kerak. Kutib razvorot qilish kerak. Hamma qilib to'xtaydigan bo'lsak, juda ham olam ustiga olam nur bo'laman. Orqadagi ham xalaqit qilmaymiz, yo'lni bu tarafiga ham xalaqit qilmaymiz va albatta o'zimizdan qulay bir yo'l olamiz. Orqadagi ham mana burildi mana.
bir o'zim nafsimni o'ylagan yo'q. Xo'p, qarang, burilib oldim. 40 ga turib tegam deyman tezlikdan radar ogohlantirmasiga. Xo'p, Автокон. qarang, tezligim oshgandan o'sha birdaniga avtokon deb ogohlantiryapti. Eng qiziq nuqtasi qaranglar. Hali baza bo'yicha ham ogohlantirish berilgani yo'q. Nimaga men avtokonga test qilyapman? O'zim Sirdaryoga kelganda men avtokon test qilyapman. Sababi aynan avtokon radari shu yoqqa ham qo'yiladi. Mana oldiga qarab, orqaga qarab qo'yiladi. Стационарный радар. 70. Endi mana baza bo'yicha ogohlantirish keldi. Taxminan 1 kilometr masofadan sizlarga ogohlantiryapti. Qo'yilmisizlar? Hozir qaranglar, keyin hozir biz boya Holovitz orqasidan ko'rdik-ku. Hozir keyin oldidan ko'rsataman sizlarga. Oldidan, hozir hali avtokonga 200 метров. mana metrajigacha aytaman. Sayyor bilan gaplashib ketyapsiz kimdir bilan, yoningizda kimdir ogohlantirdi yoki tezligingiz oshib ketib qolgan paytda 200 metr deydi yoki tezligingiz balandroq bo'ladigan bo'lsa, tezlikni pasaytirib, titillab ogohlantiradi. Azizlar, hozir mayli ilgari jarimani to'lasizlar. Hozir ilgarigidek emas. Ya'ni hozir siz agarda qoidalar ko'p buzadigan bo'lsangiz, sizga jarima keladi va qo'shimchasiga jarima bali ham keladi. Jarima ballar soni 12 taga yetadigan bo'lsa, siz haydovchilik guvohnomangiz bilan xayrlashishga to'g'ri kelib qoladi. Hozir bunaqalar soni keskin oshman bormoqda. Shuning uchun yo'llarda ehtiyot bo'lish kerak, tezlikni oshirmaslik kerak. Bitta bunaqa yordamchi olib qo'yadigan bo'lsangizlar, ancha yordam qiladi. Xo'p, Холовиц. qaranglar, hali baza bo'yicha ham ogohlantirish kelgani yo'q. Taxminan 1 kilometrdan aniqladi. Taxminan 1 kilometr. Hozir isbotlamam beraman. Voy, qo'yib yubordi. Ana, endi 700 metr bo'lganda Holovitz paydo bo'ldi. Taxminan bu ham 300 metrga yaqin mas quyurib qo'ygandek. Taxminan 1 kilometrdan aniqlab beryapti azizlar. Yana nima kerak? Снижайте скорость. Mana tezligim balanddan 73 dan tezlikni pasaytirib, mana yonib uchgani qilyapti. Mana yana ozroq tezlikni oshiraman 71 ga qarab. 200 метров. Ya, o'zgarma 71 ga olib ketaman. Xullas, yo'lni chap tarafida o'zi mana fara svetlari yonib turgan, chiroqlar yonib turgan radar. O'sha radar hisoblanadi. Xullas, men sizlarga ko'rsatib boraman yana boshqa radarlarga ham. Siz like bosing, obuna bo'ling. Raqam qoldiraman, raqamga aloqa qilsangiz, shunaqa buni radar detektori ham bor. Agarda menga video ekstratorim bor desangiz, xuddi shunday bundan ham zo'r ishlaydigan mahsulot bor. Bu faqat radar detektori o'zi bo'ladi. Hamma ham yana ko'ramiz, gaplashamiz. Xo'p, aziz do'stlar, oldimizda bir ajoyib radar bor, ya kardonni boshqacharog'idan bor. Qanaqa deteksiya va qancha masofadan aniqlab berar ekan. Hozir biz ketayotgan joy, men aniq nomini bilmayman, lekin mana shu yoqda ham hozir ko'chma radar, ya'ni uch oyoq radarini qo'yishyapti har zamonda kayfiyatga qarab. Oldimizda esa Кардон. mana yana kardonni ogohlantirdi, lekin hali kardongacha ancha masofa mavjud. Judayam. Hali baza bo'yicha ogohlantirish bermadi. Taxminan biz hozir 200 metr yurdik-ku. Taxminan 1 kilometr masofadan aniqlab beryapti. Eng qizig'i, shu radar birinchi o'rnatilgan payti ko'pchilik 800 metrda, даже kilometrdan uzoq aniqladi, 1 kilometrdan. Juda ko'pchilik radarga tushgan, bilmayman nimaga ishlamaydi o'ylashganmi, radar detektor aytmagan, bosib o'tib ketaverishgan. 70 ga deb ogohlantiryapti. Men bu yoqda ham yo'l belgilari qo'yilgan 70 ga deb. Mana 70 ga yo'l qo'yilgan, belgilar qo'yilgan. Markazda turibdi. Bu radar ham ilgari birinchi qo'yilgan payti 10 ga chiqarib qo'yilgan edi, 10 tomonga chiqarib qo'yilgan edi. Undan keyin o'rtaga qo'yildi. O'rtaga betonga qo'yib qo'yishdi. Undan keyin qonuniy qilib, alohida qilib o'ziga maxsus salba qo'yib, anaqa temir ustun qo'yib, mana qo'yib qo'yishdi. Mana o'rtada turibdi, mana ko'rinar ekan, yo'q, chap tomonda turibdi. Mana ko'rinda. Xullas, mana shunaqa do'stlar. Стационарный радар. Oldimizda bir salgina juda ham injiq bo'lgan lochin ko'z turibdi. Снижайте скорость. Ko'ramiz, qanaqa deteksiya beraverar ekanmi, o'shunga qiziqdimi, chunki Зачин. yo'q, qo'yil. 300 metrdan aniqlab berdi azizlar. Chap tomonda juda noqulay juda turadi lochin. Mana bu 200 yallamaga kirib ketadigan joy bor-ku, mana furalar doim turadigan joy. Ilgari u tomonga qarab turardi. Shunday olishdida
yo'lni bir tomoniga qo'yib qo'yishdi anaqa ya. Chap tomonga qo'yib qo'yishdi. Endi qorong'i ko'rinmadi. Endi yo'lni so'rayman, Timdori laboyimizdan o'zi praktikroq ekan. Xo'p. Yaxshi, hozir bir kardonlarga ham, boshqasiga ham bir test qilib ko'rsataman sizlarga. Xo'p, aziz do'stlar, oldimizda megakam radari bor. Megakam radarini bu mahsulot juda ham uzoqdan aniqlaydi. Oldi tomondan 800-700 kilometr balki undan ham uzoqroq aniqlashi mumkin. Menga o'z tomondan qiziq. Chunki o'z tomondan qancha masofadan? Мегакам. 270 metr masofadan 200 метров. megakam radarni aniqlashni boshladi. Mana megakam radari